Ko'zimga yosh keldi, to'g'risi. Bilasizlarmi nimaga? Bu tutunni o'chiringlar, Menimcha bu tut etadigan apparat yo kimdir tuzatgan buni yoki buzilib qolgan. Yomon ko'zni yoshartirar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar, otajonlar, onalar, aka-uka, opa-singillar, hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Kichkinagina mehnatimizni e'tiborsiz qoldirmasdan yaxshi niyatda kelganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Juda ham xursandman. Xush kelibsizlar. Endi to'g'risini aytaman. Birinchi konsert xalqlar do'stligida hayajon bo'ladi, to'g'rimi? Hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi, sir bosadi sizlarni. Qo'rqmanglar. 3 soatlik konsert 2 soatda tugaydi, sabr qilsalaringiz. To'g'risi. Men ham viloyatdan keldim mana shu konsert. Qanaqa bo'larkan bu konsertni, to'g'risi. Qo'rqmanglar. Endi ichlaringizda baribir birinchi marta kirayotganlar bor. Mana hali ham joy topilgani yo'q. Birinchi marta kirayotganlar sizlar do'dirab, nima qilsa bo'la qatida kulish kerak deb yon atrofga qaranglar. Hazilda tushunadigan, tajribali, yumorni seza oladigan tajribali insonlar bor, to'g'rimi? Bora hazilda tushunadiganlar. Shu o'rgatinglar mana birinchi marta kirayotganlarga mana. Nechida kelish kerak? O'rgatinglar, "Tur yo'qol" demasdan. Akalar, iltimos, o'rgatinglar. To'g'ri, birinchi marta kirayotganlar, bu tajribali akalar ham to'g'ri vaqt konsertlarda "va" deb kulmagan. Oldin Qivizaga borib ko'rgan. Bitta qiziqchilar konsertiga kirib ko'rgan. Ketdiki, Maksimumga kirgan, Millionga kirgan, Bravoga kirgan, Dizaynga kirgan, keyin tushunishgan. Bo'ldi, menimcha tajribamiz bor. Biz endi eng kuchli qiziqchini hazilini ham tushunamiz. Kulamiz deb kelishgan. Men sizlarga aytayapman-ku, agar sizlar Million, Bravo, Dizaynni hazillarini tushunib kula olsalaringiz, sizlar o'sha bakalavr diplomlaringiz bor. Ish qidirsalaringiz bo'laveradi. Endi meni hazillarimni tushunib kula olsalaringiz, o'sha magistersizlar. Ularda konsertda kulishlaringiz shart emas. Chiqib, o'sha kuldursalaringiz ham bo'laveradi. Shu. Endi motorsini aytaman, yangilar uchun bitta nima qilib olamiz? Belgi. Kim bor? Kim hazilni zo'r tushunadi? Mana shu tomonda kim bor? Kim? Turing aka. Turing, qo'rqmang. Mana shu aka, qarang, hazil tushunasiz. Yangilar, birinchi marta kirayotganlar, shu aka turdimi, bu kulaverasizlar. Belgi, otingiz nima? Ikromjon. Qarang. Hazillik bo'lgan kulgili joyida shu turasiz, kelishdiga. Boshqa to'g'ri oson bo'lmaydi. Har 30 sekundda o'tirib turib prizdaniya qiladigan joylari bor. Sog'lom sochlar hashamatmi? Pantin bilan oddiy hol. Pantin soch tuzilishi himoya qilish texnologiyasi. O'zining provi va antioksidant tarkibi yordamida soch tuzilishini himoyalaydi. Sochlaringiz kuchli bo'lib, yanada sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi. Pantinning tiklovchi va himoyalovchi to'plami bilan uy sharoitida ko'rkam sochlar parvarishini sinab ko'ring. Yotib olib quloqdan jimaniya qilyapti. Buni miyani press qiladigan joylari bor. Chides, kelishdiga, bo'ldi, o'tiravering. Duxingizga bas, stolga. Kelishdiga, hamma yangilar mana shu tomonga qarab turaverasizlar. Bu endi o'zimizniki, bu repetitsiyalar kelib yurardi. E'tibor bermanglar. Joyida baqirdi. Shatta baqirasan degandim, qarang. Kelishdiga, qaranglar. Yo, buni qo'shiqchilar chiqqanda aytasizlar. Bu beparosat kelmaganda repetitsiyalarga. Bo'laveradi, tayyorsizlar, maza qilamiz bugun. Menga Instagramda podpiska tashlaganlar bormi? YouTube'da tashlaganlar bormi?
TikTokda tashlaganlar. Endi to'ylarda, ko'cha-kuylarda tashlaganlar bor menga. Axranalar, mashlar tanib olinglar. Yo, ustoz, bular konsertda ham tashlashi mumkin-da. Asabga tegadigan, men tushunmayman. Kulmay o'tiradigan odamlar bor-ku. Qiziqchini konsertiga kelib kulmay o'tiradigan odamlar umuman tushunmayman. Qarang, uzoqdan yo'l kira sarf qilib keladi, vaqt sarflaydi, pulga bilet sotib olib, qiziqchini konsertiga kirib kulmay o'tirishlik bu xuddi ana hojatxonaga kirib hech narsa qilmay suvni prosta bosib chiqib ketadi. Ha? Suvni isrof qilib. Kulorish kerak. Kulgi bari yaxshi narsa, to'g'rimi aka? Kul. Men masalan suvdan yo gazdan, musirdan kelganmi yo'q. Bemalol o'tiringlar. Iltimos, maza qilib o'tiringlar, kulib. Sizlar kulmasalaringiz, hozir chiqqanlaringizda biletchilar, aka kulmabsiz, biletingiz pulini qaytarib oling demaydi. Yo bo'lmasam, "To'yga qarab qizimni bermayman senga, Elmurod konsertida kulib o'rgansan ham" demaydi. Kulib o'tiringlar. Mana akam. Qarang, bitada tortadi-da, kulgi yuqumli kasallikda kulgi, tabassum shunaqa narsa. Ismingiz nima, qayerdan aka? Quvadan, ismingiz? Siz o'zi doim shunday kulib yurasizmi yo kuladigan bo'lib kirgansiz? Akam mencha kirishdan oldin kulib olgan hatto. Ha? Menimcha men topayman, mana quvvat perivaldan o'tdingiz, menimcha derazani aynigini ochib kelgansiz. Chunki ko'zlaringiz qizarib yotibdi-da. Bitta gap aytaymi? Mana shu odamga hozir umuman qiziqchini kimligi ham farqi yo'q. Luboy odam chiqib gazetani yirtsa ham kulaveradi. Ishonasizlarmi? Mana shunaqa sostenada akam prosta 2 soat kulsa bo'ldi. Chiqib ketsam ham kulaveradi, mana qarang. Mazgi. Shadimmi mazgi? Kulib turinglar, kulinglar. Kulvorish kerak. To'g'rimi aka? Kulib turgan odamga hammani qaragisi keladi. Endi mana bolachalar baqiryapti. Men iltimos qilgan bo'lardim konsertga xalaqit bermaslik uchun shu bolachalar, jijilar, chaqaloqlar og'zini band qilib qo'ysalaringiz. Yo, to'g'ri, konsert ham tinch o'tadi, bolam qonni ham to'yapti. Ki konsertning nomi yengil. Yengil bo'lib chiqib ketasizlar. Akadan tashqari. Mazgi turing. Siz hazil tushunaman desiz o'tiring. Kerakli joyda turavering. Nimaga yengil? Menda Farg'onada yengil burgerxona ochganmizda, konsertda 80% hazillari o'sha yerda yoziladi. Juda zo'r joy. O'tgan yakshanba tursam, bitta aka kirib keldi. Bo'lgan voqeani qarang ustoz. Elmurodjon qalaysiz dedi. Yaxshi desam, bitta gamburger qilib bering dedi. Bo'ldi aka. Nima ish qilasiz desam, GMda ishlayman dedi. Mashina chiqarasizmi desam, ha, bo'ldi aka dedim. Gamburgerni cho'tki qilib yoniga qo'ysam, nech pul bu dedi. 20 ming desam, deb olib, kotlet yo'q dedi. Men aytdim, aka, eshitmadingizmi? Birinchi martadan kotletsiz chiqyapti burgerlar. Xohlasangiz narigi burgerxonada qo'yib berishadi dedi. Qo'yib berishadi aka, qo'yib berishadi dedi. Desam nima deydi? Uyalmaysanmi deydi. Mana shu territoriyada bitta sani burgerxonang bor ekan. Monopoliyani o'rnatib olganingni qara deydi. Uyalgan deydi. Tan narxi bo'lsa 5 ming shu burgeringni deydi. 20 mingdan ham sotadimi deydi. Mayli chetga sot 20 dan, o'zimiznikilarga 5-6 mingdan ur deydi. Tushunmadim aka, nima deb tashlayapsiz? Nima baqiryapsiz desam, yo'q, men odamlardan eshitgan gaplarimni mana shu yerda ishlatalaman xolosda. Aka, bilasizmi? Bitta aka kirib keldi-da, chiroyli kiyingan. Bitta chiroyli kiyingan.
assalomu alaykum deydi. Va alaykum assalom. Uzr tanimadim desam, tanimadingizmi dedi. Yo'q desam, aka 1 minut dedi. Olib chiqdi-da, bu yangisi bo'lgan voqea. Yangi qo'shiqchi biz dedi. Qo'shiqlar chiqarib qo'yganmiz, shunga dedi, ana PR-lariga yordam bering dedi. Ha, maqtab beraymi desam, yo'q, yomonlab berasiz dedi. Qanaqa qilib desam, shu buni qo'shig'ini eshitmanglar, 1 tiyinga qimmat, diski men atvet qilaman. 3-videoda siz meni tutib olib urasiz dedi. Rost akasini uramanmi desam, haqiqiy urasiz. Pulini ham berasizmi desam, pulini beraman aka dedi. Aka xohlasangiz, agar pulini bersangiz, bundan zo'r variant bor. Qanaqa dedi, tupuraman dedi. Mangami deydi. Yo, sizga tupurib qo'ygan joyim bor dedim. Uni prosta video qilib chiqarish pul turadi dedim. Video qaratdi, "Mana shu variant zo'r ekan" dedi. Aka dedi, "Mana dizayndagi akalar ham yaxshi, siz bilan." Ha, desam, "Shu akalardan tupurtirib bera olmaysizmi?" deydi. Pulini ko'tarsangiz, ular ham tupuradi dedi. Bittasi 2000 dan kamiga tupurmaydi olmas sizga. Chunki ijod dedim, 2000 lik tupurishga arziydi dedim. Qimmat basmi deydi. Endi nimasi qimmat aka dedim. Uni dedim, siz uchun bitta ofis olamiz dedim. Plakatingizni chiqaramiz. MP3'ni qo'yib yetib kechgacha tupurib o'tiramiz sizga. To'chini tegadi lekin. Shay to'chini tegadi. Og'iz ko'pirtiradigan ovqatlar yeymiz dedim. Bolalar cheli suv tashiydi desam, kelishdi aka. Kelishdi. 5 dollarni zaklatni berib ketdi. Men aytdim, "To'xtang" dedim. "Rozimisiz?" desam, "Roziman." Bo'ldi dedim. Faqat dedim, to'xtab qolish yo'q dedim. Mana shunaqa bema'ni beta'sir qo'shiqlar chiqaraverasiz dedim. To'xtab qolmaysiz desam, "Yo'q aka, nima deganingiz? Men deydi, drujbagacha bormoqchiman. Xalq tupurmaguncha to'xtash yo'q" deydi. Shu kunlarda qaysidir PR-chini basharasiga tupurib o'rgan videomiz tarqasa e'tibor bermanglar. Xo'p? Pulini olganmiz. Qarshi chopqasizlar mana shunaqalarga. Qo'sh tirnog'i chiqib chiqasizlar. Aka yaxshimi? Sinfdosh bo'lib kirganlar bormi? Baraka topinglar, baraka topinglar. Konsert oldin sinfdoshlar bilan ko'rishdingiz siz. To'g'risini aytaman, 20 yil bo'libdi. 20 yil deganda ko'rishdi. Tavba qildim, u shunaqa o'zgarib ketishibdi. Sizlarda ham bo'ladimi? Tanib bo'lmaydi. Bashara qop-qora. Bet ugri bo'lib ketgan. Qorinlar chiqib, mo'ylo'lar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi. Qizlar shu darajaga kelib qolgan. Ojonim, nima bu dadamni sinfdoshlarim dedi. Tog'a o'tirgan ekan. Tog'a, qaysi sinfdoshimi dadasiz? Sam, Elmurod, men sinfdoshing Akmalman deydi. Endi Akmal shunaqa o'zgargan, odamning ustidan kulish basu, bet boru, bet. Bashara boru, bola tushunmaysizlar, o'g'il bolada bashara bo'ladi. Mana bashara mana shu yerda turibdi. Bet mashda turibdi. Shani chaqiringda, Luboylar Elmurod deylardi. Birinchi bet qarayapti. Chuchkurganda boru, bet bir-biriga 5 tashayapti. Buni o'qituvchilarimiz maktabda beti yo'q deb so'kar edi. Hozir agar beting bormi, o'rtoq deyinda stol ustiga 2 ta betni qo'yamiz. Shu bunaqa bo'lmaydi-da. O'zlaringga qaranglar. 20 yil hech qancha vaqt bas-u. Naroqda sal bitta xola o'tirgan ekan. Sinfdoshim bo'lsa kerak, o'zgarib ketgandir deb. Ha, sinfdosh. Qara endi. Desam, Haqnazarov, o'qituvchingga shuna degan uyalmaysan. Dedimda, qidiryapman. Tan olinglar, 50 yil o'tadimi, 90 yil o'tadimi? Sinfdoshlar uchrashganda birinchi kimi qidirasiz? Qidiryapman. Birinchi muhabbat. Bo'ladi-yu, tan olinglar. Ha, bo'ladi. O'tiring. Kulgili joy kelgan.
Ertasi sinfdoshimizdan qanan u kelganmi desam, "O'na" dedi. Orqamacha o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham oldim. Yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz, keyin anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar ham mana 7-savolga qararmidingiz sirazi? Ha? O'shani olib, har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skoriy ham chaqirib qo'ydim, tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani, xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, anu birinchi muhabbat. Yo'q, shunaqa chiroyli qiz edi, oppoq, belmashincha edi. Suv ichsa tomoqdan ko'rinib turardi nima o'tayotgani. Ko'zlari katta-katta edi. Shani sochlari jingili, yubka manatdan, paypog'i manatdan edi. Taqillab yurardi. Shani 11-sinflar ham jinni bo'lib qolardi. Yo'q-da, anu. Yo'q. Bir katta xotin o'tiribdi. Borib biror narsa deb ko'raman, endi gapiraman desam, "Qalaysan Elmurod?" deydi. "Yaxshi" desam, "Yoshligingda rosa xarab eding-a" deydi. Tushunmadim, nima degani u dedi. Nima degani u desam, "Ana 8-martlarda" deydi, "bitta plasmassa gul bilan otkritka bersang, olavergan ekanman" deydi. Gapini hozirgilar iPhone beryapti deydi. Men uni sevib yurgan paytim chinor daraxtiga yozgan edim. Xotinam o'tiribdi. Yo, bizni xotinlar bilasiz, bosh harfini topsa tamom. Oxiriga U tensi deb yozgandim. Anuni gapini eshitib, yaxshi ham bizda chinorlar kesilib ketgan edi vordim. Yomon o'zgaribdi shani. Menimcha Xudo hammaga husn beradi-yu o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bo'lsa Xudo ikkalamizga bitta husn bergan deb o'yladim. Maktab payti u ishlatgan. Maktabdan keyin menga o'tib ketganmikin deb o'ylab qoldim. Yo, bu darajada bo'lmaydi-da, bu darajada bo'lmaydi-da. Ki bitta sinfdoshimiz kech keldi. Eslaringizmi? Doim kech keladigan sinfdoshimiz bo'lardi. 20 yilda kech keldi-da. Oldiga bor. Shuncha yil o'tgandan keyin ham kech kelding-a desam, "Yo, ishdan ruxsat berishmadi-da" dedi. "Qayerda ishlayapsan?" desam, "Pajorniyda" deydi. "Qancha bo'ldi kirganingga?" desam, "1 oy" deydi. "Undan qayerda ishlagansan?" desam, "Tez yordamda." Deb shuni yonga qarasam, akalar, diqqat qilasizlar, iltimos qilaman, diqqat qilasizlar shu joyiga. Eshikdan lab kirib keldi. Lunch kirib keldi. Mana shunday u ana botox qilingan lab ekan. Batta unaqalar yo'q. Uni tushuntiraman, tushunmayman. Botox nimaligini. Mana qo'lingizda shimarasiz-ku, tayyor deb. Shu lovda shimarilgan varianti ekan. Ichiga suyuqlik haydalar ekan-a? 32 ta tishni bittalab yechtirib, bo'tkagida tish qatirib chiqibdi. Mana burunni oldirib tashapti. O'rniga boshqa burun qo'ydiribdi. Xudo bergan qoshni bittalab terib, Xitoy bergan qalam bilan bitirib chizib chiqibdi. Endi kiprikni ko'rsangiz, sigirda ham bunaqa kiprik yo'q-da. Qosh bilan kiprikni orasini yirtib, nima deydi shunaqani qizlar? Bir-biriga torttirar ekan, rashni ishmashni degan ekan, xullas. Keyin qarayapman, manatdagi bir tomoqdagi jirlarni olib manatga haydatibdi. Bor ekan-a, batdagini baqa haydatibdi. Mashinada turibdi. Batda jirni nima qildi ekan desam, orqaga hayda. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, buni hali nayniyapti demaylar-u, orqa bor-u. Ko'rpa takiladigan javonga o'xshab qolgan-da. Aka, qo'rg'ani oldirib tashlashyapti ekan. Bor ekan-a, qo'rg'ani oldirib, korset taqsa bel ingichkalashar ekan. Oxiri jahlim chiqib ketib, dedim, shularga pul sarflaganmisan? Desam, nima keragi bor shuncha rasxod? Jamshid desam.
Elmurod, men Jamshid Basman deydi. Men sinfdoshing Malikaman dedi. Jamshid qani dedi. O'na. Jamshidga qarayman, Malikaga qarayman, to'g'risini aytaman, Jamshid Malikani oldida malikalarda turibdi-da. Keyin aytdim, "Sen menga qara Malika" dedim. "Bu" dedim. "Mana Sparkka dedim, Mers rulini qo'yganingni, u Mers bo'lib qolmaydi" dedim. To'g'ri. Eshikni oq-qora qilib kraska qilib chiqqaningizda zebra bo'lib qolmaydi-da. Yig'ishtir dedim. Bu ertaga og'ritadi dedim. Og'riydi-da 5-6 yildan keyin. Ki dunyodagi eng zo'r dori bor, bizni bosh homiyimiz mana Bioparadise. Tabiiy shifobaxsh dori. Aytdim, mana shu Bioparadise dorisini ichsang ham dedim, ikkita dorimni ichingga tushadi, vaziyat chatoq qaytdi deb chiqib ketadi. Yig'ishtir dedim. Bunaqa qilma deb turib, shunday qarasam, endi bunisiga maza qilib borasizlar. Hammani ichida, har bitta sinfda bitta bo'ladi unaqa bola. Eslangizga tushsa qarshi icha olasizlar. Faqat to'g'ri bo'lsa qarshi icha olasizlar. Unaqa to'xtang, shoshasiz. Ishlaysiz bormi deyman. Bitta bo'ladi, ikkita bo'lsa o'ltirib qolasiz ikkinchisi. Bitta bo'ladi. Kimligini aytdingmi? Ana o'qituvchi kelmay qolsa, yugurib borib boshqa o'qituvchini aytib keladigan sinfdosh bor. Esladlaringiz? Yomon mazgitda. Alo, o'qituvchi yo'qlamani qilib olgandan keyin bugungi mavzuda yozinglar desa, ustoz uy vazifani so'ramadingiz-ku deydigan bo'ladi. Eslayapsizlar? Payshanba kuni hamma 2 kilodan metall olib kelsin desa, ustoz 5 kilo olib kelsa ham bo'laveradimi? Alo, dars tugaganda "Endi chiqib ketaman" siz ustozda savolim bor edi deydigan bola. Gultaga kim nos tupurdi desa, "Mayte" deb turadigan bola. O'sha turibdi. Oldiga bordimda, "Qalaysan" dedim. "Yaxshi" dedi. "Nima ish qilyapsan?" desam, "Fotograf" deydi. "Studiyam bormi?" desam, "Yo'q" dedi. "Chorrahalarda" dedi. "Ishingni topsan" dedim. "Senga shu zo'r" dedim. Ki sinfdoshlarning ichida bitta personaj bor, endi uni butun maktab taniydi. 5-sinfda ham 11-sinflar urib yuradigan sinfdoshingiz bormidi? Ha? Birinchi ko'zir. Ha? Xunukkina bo'ladi, lekin 14-yanvarda hamma qizlar unga podarka beradi. Qo'rqqanidan. Ha? O'qituvchilar ham unga qo'rqqanidan baho qo'yib berar edi. O'sha men edim. Yo'q, men edim. O'qituvchilar ham doim aytar, "Haqnazarov, sen odam bo'lmaysan" deyirdi. O'sha "sen odam bo'lmaysan" degan ustozlarimizga 2 og'iz murojaatim bor. "Sen odam bo'lmaysan" degan ustozlarim agar meni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, haqidlaringiz. To'g'ri topdilaringiz. To'g'ri, ustozlarimiz bilmasa gapirmaydi. Nimaga deyman? Maktabda o'qib yurganimda 3 ta narsani niyat qilganman, yuraydan. Xudo xolasa 35 kirganimda bitta mashinam, 2 ta xotinim bo'lardim niyat qilgan edim. Bitta orzuyim amalga oshdi. 35 ga kirdim xolos. Mana ikkalasini o'rnidan almashib qoldi. Xotin bitta, mashina 2 ta. Ya to'g'risi, ustozlarimiz bilmasa gapirmaydi. Ustozlarimizga bitta qarshi chop qilsizlar. Biz erkaklarimizni ko'targan. Ustozlar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.